Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Ko'pchilik pastel yoki materialga oid mahsulot xarid qilayotganda mahsulotingiz originalmi deb so'rashadi. Aslida esa tekstil to'qimachilik sohasida original degan tushuncha mavjud emas. Chunki bu atama asosan elektronika, avtomobil yoki avtomobil ehtiyot qismlari sohasida ishlatiladi. Masalan, telefon, notebook, mashina ehtiyot qismlarida mahsulot asl zavodga tegishli ekanligini isbotlash uchun. Yotoqxona mahsulotlari va material sanoatida esa sifat toifasi, materialning zichligi, turi va ishlab chiqarish texnologiyasiga qarab belgilanadi. Masalan, birinchi sort, ikkinchi sort yoki umuman olganda premium sifatli matolar shunday farqlanadi. Shuning uchun pastel tanlayotganda original so'ziga emas, matoning sifati va qulayligiga e'tibor bering. Original atamasi sifat emas va qolaversa, original atamasi mahsulot sifati va qaysi toifaga mansub ekanligiga javob bera olmaydi.